Merkezi Halk Radio stansiyasining Beijingdan berib atgan qo'yg'uchidir deb ko'rsatilgan. Biz yana nima uchun o'qitish usulimizni isloh qilmaymiz? Hozir Misr, Istanbul madrasalari islohot yurgizib, jiq unum hosil qildi. Men chinigan odamning hammasi kelishdi. Bir oshu dahriy domilli kammidi. Bu dahriy oshundoq yo'nab ketdi-mi? Har qaysilarda katta boylarning talabi shundoq bo'ladigan bo'lsa, Abduqodir degan murtadning bir dam chiqinni ishmaydigan bo'lsam, Allohning bandasi bo'lmay ketay. Abduqodir domillam xalqni ma'rifatga, uyg'onishga chaqirdi. U boshlagan ma'rifat yo'li porloq, u mangu davomlashadi, karvon to'xtamaydi. Alvida ustoz, yotgan joyim jannati bo'lsin. Alvida. Nima deganlari u? İç pushig'i degan menda. Mushu kunlarda ich pushig'imning jihligida qashqani tashlab, yiroq bir shaharga ketay deyapman. Dedi Mahsum go'liyib qarab. Balli. Men bilsam, sizlar Imom Azam Hindistonda tuhmatchi ayoldan tonini berib qutulganga o'xshash bir ish qilay deyaptilar. Shundaqmi? Dedi g'ildirak damulla yerilib ketgan chilgidek hejib. Uning tishlari xuddi chilgi uruqchisidek seriq ko'rinadi. Badrak Mahsum undimadi. G'ildirak damulla yana so'radi. Sizlar Imom Azamning shu hikoyasini anglaganmi? Anglamagan bo'lsalar men so'zlab beray. Dedi u Mahsumga savol nazari bilan qarab. Anglamagan hikoyani anglagan deyishdan o'ng'aysizlangan Mahsum anglamadim deyishdan nomus qilib kulimsirab qo'ydi. G'ildirak damulla so'zlashga boshladi. Bir kuni Imom Azam o'rmonlikda ketyapsa, yo'lchidagi o't cho'plar orasida Yevropalik bir ayol bilan bir hindi muhabbatlashib o'tibdi. Buni ko'rgan Imom Azam o'rkitvassam ular bu harom ishni qilishdan to'xtab, gunoh uzishdan saqlanib qolsa ajab emas deb o'ylab, yiroqdilla hayt deb varqirabdi. Bu ovozni anglagan hindi o'rnidan qo'pib qochib ketibdi. Muhabbat payzini buzib qo'yganga ochiqqa kelgan heliqi Yevropalik ayol yugurib kelibla Imom Azamning peshiga esilib, "Odam bormi? Imom Azam menga bosqinchilik qilyapti, qutuldiringlar!" deb varqirabdi. Imom Azam yomon bo'ldi. Xalqlar kelsa oqqarini bilguchi menga sat emasmi deb o'ylab qochib ketmoqchi bo'pti. Ammo o'yan qilibmi, bo'yan qilibmi, to'nning peshini ayolning qo'ldan ajrata olmabdi. Qarasa, u yerdan odamlar kelyotgandek. O'diqib ketgan Imom Azam oxiri to'nni silib etib, o'zi qochib qutulibdi. Sizlarmi shuningga o'xshash bir ish qilay devatamlar ya? Barakalloh. Ko'nglimdagini tepib dedi Badrak Mahsum qoyil bo'lgan qiyofatda kulib. U amdi yorisining yiringini chiqarib etgandek sal echildi. Ufkam, sizlar kimning o'g'li bilamla? Sizlar degan Qashqarning nurli chirig'i Faxrul Islomning o'g'li. Sizlarning padar buzrukvorlari diniy islomni ro'noqtab turib, mutlaq nopozga ega bo'lgan ulug' zot. Shundaq ulug' odamning pushti turuqliq Qashqarni tashlab qayaga bormoqchi? Mundaq so'zni ikkinchi eg'izlariga olmasizlar. Biz hech yerga ketmaymiz. Kimni ko'rmagan, kimni o'tkazmagan Qashqar bu. Dedi g'ildirak damulla mug'ambarlik bilan zo'rma-zo'r kulib. Badrak Mahsum bilan g'ildirak damulla tasodifiy uchrashibla xuddi maslahatlashib olgandek pitbi qishib qichishgan yerlariga orom bermoqchi bo'lishdi. Bularning siri maqsadi nima? Buni kim bilsin? Ular kitob purushlik do'konida o'ltirib, kangtashi so'zlashgala bo'lmaydiganligini o'xshashli his qilishgandek bir-biriga qarashdi-da, tangli o'rnidan turib, qo'shmoq o'rdakdek yondashib yurib ketishdi. Kitob purushlik do'konida ochiq so'zlashgala bo'lmaydi. Qani so'zlasizlar, ishchilari nimaga pushdi? Anglab baqay. Dedi g'ildirak damulla do'kondan 20-30 qadam yiroqlashganda. Sizlar so'ramisizlar, men aytmayjimi? Badrak Mahsum nima uchundir o'ng'aysizlangandek ulug' kichik tinib qo'ydi. Desizlar, ikkimizning orasida yoshirdigan sir yo'q. Desizlar, nimaga ichlari pushdi? Ichim pushgan yeri hozir Qashqarda qayerga qarasa Abduqodir Damulla, kimning og'ziga qarasa Abduqodir Damulla degandan boshqa gap yo'q. Undaq olim, mundaq olim, qancha kitob yozgan, risola tuzgan deyishib, ba'zanlarning og'zidan ko'pik qaynaydi ekan texi. Shundaqmi gap bo'lamdi? Rost so'z qilsam, men bu gaplarga chidab turolmadim. Mening ish pushug'im mana mushu yerda.
Bu haq qarab turib bir otishliqni mushundoq osmonga ko'tarvatsa, u chaqda biz qayerga bordikanmiz? Axlatxonaga boramdiq. Bizning shaharning o'zidan ko'targudek odam chiqmamdikan. Sizlar turiblar. Sizlarga o'xshash neni domulalar turibdi. Bizmi turibdimizg'o? Mahsum bir oz to'xtab elib, g'azabini bosqandek cho'nqur tinib olgandan keyin so'zini davom qildi. Qashqaloq degan mushundoq o'sal haq. Bir odamga beqinib ketsa, chekidan oshirib etadi. Shunga quliqim anglamaydigan, ko'zim ko'rmaydigan yerga ketay deyapman. G'ildirak damulla bir hazog'icha qoqoqlab kulgandan keyin kulki oralash so'z boshladi. Sizlar qaltis odamjima? Mening ko'nglimda nima bo'lsa, sizlarning ko'ngillardami shu ekan. Kallamdan qanday xiyol kashgan bo'lsa, sizlarninkidami shu. Nima degan o'xshashliq, a? Lekin keyingi gaplarga qo'shilmayman. Dedi u qo'shilmasini turib. Ondan chiroyiga jiddiy tus elib davom qildi. Hech yerga ketmaymiz. Qashqani Abduqodir domla so'ramaydi. Egisi bor. Beshimizda soyivon bo'lib, Matitay janoblari turibdi. Qashqirimizning gultojisi hamroh boydak neni baylarimiz turibdi. Xotirjam bo'lsizlar, hech yerga ketmaymiz. Undaq gapni ikkinchi eg'izlarga olmasizlar. Men qarasam, Taytayningmi, baylaningmi kari yo'q. Mayli deb qo'yib qiladi. Undaq demisizlar. Xudoyimning arg'amchisiga o'xshash, bularningmi og'amchisi bor. Asta-asta milingni oladi. Og'ritmasdan jiningni degandek, ularningmi ko'zlab qo'ygan yeri bordi. Vaqtani vaqt kelganda arg'amchisini bir tassa, har qanday shosh atmi qechib qutulolmaydi-ku. Shundaq emasmi? Bular so'zlasha Taytay yomila oldiga yiqilib qolganligini to'ymayli qolgan edi. Oldi tarafdan Oblobek chiqib keldi. Bu bir qiziq qism. Uning asli ismi Abdulla. Egizcha aytganda Obla. U Taytay yomilig'i orlashadigan bo'lg'achqa Oblobek deb chaqiriladi. Biroq uning qandoqli gap qilsa, pat-patla Obla deb ushluq soqolini tutamlaydigan g'alati odati bo'lg'achqa, kishilar mushu odatiga qarab uni Oblobek deb atashadi. Begim, sizlar Xizr Ilyosdek odamjimi? Odam qayerda seg'insa, shu yerda hozir bo'ladigan avliyodek odam ekanlar. Biz sizlarni izlab ketyapatdik. Ozroq gapimiz bor edi. So'zlashib bo'lsak. Opla, muhim ish bilan ketyapatdim juma. Bo'lmasa ahvollashsak bo'ladi. Har qancha muhim ish bo'lsa-mu, bir piyola choy qo'yay. Lazimni yermislar, xush bo'lib qolay. Opla, yomon yerdan tutdinglar juma. Dedi Oblobek g'ildirak damullaga qarab. U xeyli yumshab qolgan edi. Bular do'qmushdagi choyxonaga kirib, choy ishkash mungdashdi. Shaharni oldi Quntayji degandek, hozir Qashqarni Abduqodir Damulla oldi. Bu odam yana shu boshdagidek shaharga parokandichilik silyotidi. Bu odamning maqsadi nima? Zodi tushunib yetgili bo'lmayotidi. Nimishqa tushungili bo'lmaydi? Dedi Badrak Mahsum keskin talaffuzda hukm qilib. Maqsadi xalqni uyg'otish. Xalqni uyg'otib nima qilmoqchi? Taytayga qarshi chiqmoqchi shu. Bu to'g'rida bizning bilganlarimizmi oz emas. Ularni begimga aytimiz deb keldik-ku. Avval begim anglab baqsin, ondan yetkizadigan joyga yetkizib qo'ymamdi. Opla! Dedi u soqolini tutamlab, u yoq bu yoqqa cho'chib qarab elib, ondan so'zladi. Biz yomon yerda so'zlashib qoldik. Lekin ikkinlarga bo'lingan gap so'zlarni hech kimga tinmaydi deb qattiq ishinaman. Mushu kunda Taytayning oldiga kiradigan odam bakjiq. Babkarning mo'kkisida kirgan chiqqan. Ularning hammasi Abduqodir Domla to'g'risida shikoyat qilishyapti. Shu haq shikoyat qilmasa, Taytayning nima kori? U degan bir o'yinchi odam. 6 kunlik olamda o'ynab kulginim qoladi deb, Taytay xonimlar bilan ko'ngil ichib, kunni kash qilyapti. Kechsi texi tomoshaning yo'g'ini. Apla. Taytayning g'aybatini qilib qo'ydimmi qandaq? Agar anglab qoldigan bo'lsa, tanobimni g'irtatidi. Oblobek o'zicha xavotirlanib, oliq-joliq bo'lib, atrofga bir qo'r nazar tashlagandan keyin yana davom qildi. Lekin Taytay baylarning so'zini bak anglaydi juma. Boy degan bak yomon bo'ladi ekan. Ular o'zi kirishdan burun bir muncha qimmatli narsa keraklarni kirgizib, Taytayning tomog'idan ilib olgandan keyin ondan o'zi kiradi ekan. Bu chaqda ular nima desa, Taytay ma'qul da'verdi. Hargiz ularning gapini yirvitanmaydi. Opla, og'zim mushundan keyin
yana davom qildi. Lekin Tetay baylarning so'zini bak anglaydi juma. Boy degan bak yomon bo'ladi ekan. Ular o'zi kirishdan burun bir muncha qimmatli narsa keraklarni kirgizib, Tetayning tomog'idan ilib olgandan keyin ondan o'zi kiradi ekan. Bu chaqda ular nima desa, Tetay ma'qul daverdi. Hargiz ularning gapini yirvitanmaydi. Opla, og'zim mushundaq aski. Tulxutundek so'zlayverdimmi qandaq? Bo'libmi choyxonada o'ltirib, og'zimga kelgan gapni qilayverganimni qaranglar. Bu qamlashmagan ish bo'ldi. Opla. Bizga yomg'irning ichidagi ishni sir tutinglar. Hech kimga demanglar deb topilib turadi. Bugun men u qoidaga amal qilolmadim. Yomon bo'ldi juma. Opla. Qushliq soqolni tutamlagan Oplabek Maqsum bilan Damulig'i bezda qarab davom qildi. Lekin har qaysinglarga ishonaman. Insijinga tinmaydi deb o'ylayman. Gap mushiyadili qolsin. Lekin o'ttirga chiqib qoldigan bo'lsa, buning dadi hammadan bakrak menga tegidi. Har qaysinglar texi menga 4 tanga choy puli berganinglar yo'q-ku. Bir piyola choy ichibla, shuncha nurg'un gapni qilib tashlaganim xato bo'ldi juma. Opla. Dedi u soqolini tutamlab. Begim, Maqsum iltimos nazarda qarab so'z ochdi. bizning Abduqodir Damulla haqidagi gap so'zlarimizni Tetayning quliqiga yetkazib qo'yarlarmi? Yetkazmamdigan. Men har kuni Tetayning putini tutquli kirganda, u qandoq gap so'zlar bor deb so'raydi. Mundaq taraflarga Tetay bakchichan. Har qaysinglar 4 tanga choy puli bermagan bo'lsanglarmi, unchalik gapni yetkazmay qolamdim. Opla. Uyga go'sht olib beradigan bir muhim ishim bor edi. Kechikib qoldim, qandoq qilaman? Endi qushnochim soqolimni yongdaydigan bo'ldi-da. Allohu akbar. Oplabek o'rnidan turib mo'moqchi bo'ldi-yu, birdilla to'xtab qoldi. Opla. Hiliqi chiqar vaqtimda oldirab pulni unutib qopti men emasmi? Yenimda go'sht olgudakmi pul qolmabdi. Opla. Kerak yo'q begim. Bizda bo'lgandan o'xshashqa. Maqsum 2 misqolliq tangadan birini uzitib dedi. Bizning gaplarimizni asrdan chiqarib qo'ymaslar. Xotirjam bo'slar. Oplabek xo'shlashib ketib qoldi. Badrak Maqsum bilan G'ildirak Damullimi choyxonadan chiqdi. Ularning so'zi texa oxirlashmagan edi. Damullam texi xalqni uyg'otarmish. O uyg'otmasimi, Nazna xonimlar har kuni saharda azon tovlab uyg'otyapmamdi. Damullamning mush otmaydigan odami yo'qkan. Shved missionerlar ochgan shifoxonaga chang silib. Tetagimi, Nikolay Pashagami, inglizlargami o'kti qo'pib. Bir gapning ikkisi bo'lsa, ma'rifatdaydi ekan. Islohot deb necha 100 yildan beri davomlashib kelayotgan odatlarimizni buzib, qandaq maqsadga yetmoqchikin tam? Ishtondagi ko'ngilga tayin degandek, ikkisining ichida yenayotgan hasad o'tlari bir-biriga tuturuq bo'lib, dardini texmi kuchaytdi. Ular birdam o'ntinsiz mangdi. Ko'ngli yerim edi. Ichini qandaqdir bir xil zaharli qurt totilayotgandek beorom bo'ladi. Yo'q. To'g'rirog'i ta'tir to'lg'oq tutgandek holsizlanadi. Hozirla voyjon deb tugilib yetib olgudek darajada azoblanadi. Ularni holsizlantirgan, azoblagan narsa zodi nima? Ularning ichida rostli qurt bormi yoki rostdan to'lg'oq tutganmi? Yo'q. Ularga azob silayotgan narsa qandaqdir zaharli qurutma emas yoki to'lg'oqmi emas. Balki ruhiga singib ketgan hasadxo'rlik, ko'ralmaslik, ichtarlik. Ular beorom bo'lib ketyotdi. Oldi tarafdan bir oshiq paydo bo'ldi. Beshiga ushliq kula. Uchisiga quroq chopon kiygan bu oshiq do'noy hosisini to'kildirib qo'shiq to'qib keladi. Uning ovozi jarangliq, talaffuzi aniq edi. Uning so'zlari hamma odamga aniq anglanib turadi. Badrak Maqsum, G'ildirak Damulla oshiqning so'zlariga quloq soldi. Yo'q, ular quloq solmadi. Balki oshiqning aytganlari dona-dona bo'lib, ularning qo'liqiga toshdek urildi. Oshiq takrorlamoqda. Beynamozning go'ri tor, go'riga qandoq patar. Petishi patqon bilan azob chekib qandoq yatar. Ichtorning uyi tor, uyiga qandoq patar. Petishi patqon bilan sig'ishib qandoq yatar. Pitnixo'rning shahri tor, shahriga qandoq patar.
petishib potqan bilan chiqishib qandoq yotar. Nima davatidu ma sarang divani? dedi Bedrik Mahsum oldidan o'tib ketayotgan oshiqqa xuddi choyni purkib tashlaydigandek alpozda ho'miyib qarab. Yo'llariga mangsila. Undaq gapga quloq solamdigan. Sarang degan og'ziga kelganni da'averdi. Uningga koyimizla. dedi g'ildirak damulla Mahsumning belikidan tortib. Yo'q endi. Odamga so'g'uq olindigancha og'ziga birni qo'yib, helibika. Qiziq Mahsum kella juma. Mushu kamgacha teq tushunmabdi ekanman. dedi g'ildirak damulla Mahsumning ko'ziga masxira oralash qarab. Uningga xafa bo'lish hojatsiz. Sil ya binamas, ya ichtar pitni pasakchi bo'lmasila. Yana nima deb xafa bo'lala? Men haybamisam berib urib qo'yishdan yonmaydi ekanlar juma. Agar urib qo'ygan bo'lsa, qandoq bo'ladi bilamla. U abga yetib olib, o'likini satatdi. Qo'rqamdim. Urgan bo'lsam, sarang divonni urib obdan qildi deb xali xush bo'ladi. dedi Bedrik Mahsum do'stining so'zini qayirib. Yo'qsa, hargiz undaq demaydi. Sizniki bas sakrabdi deb shanxo qildi bilamla. Yursizlar, boyning kontoriga borayli. Dardimizni shu yerda chiqaramiz. G'ildirak damulla Mahsumning belikidan tortib mo'ngdi. Ular endi Qashqarning ulug' peshvosi deb ta'riflanadigan Zardor va huquqdor Hamroh boyning kontori tarafga qarab yo'l oldi. Qo'rsqiga yovdan to'ralma paydo qilib olgan qiz o'z sirini faqat onasiga aytgandek, Bedrik Mahsum bilan G'ildirak damullamu o'z dardlarini birdan-bir himoyachisi bo'lgan Hamroh boyga aytmoqchi edi. Hamroh boy har kuni kontorda buxgalter uyida 1-2 soat o'ltirib, buxgalterdan kirim chiqim, foyda ziyon to'g'risida ahvol egilaydi. Boshqa ahvollardan mu uchur elib turadi. Dada muomala qilganlar bilan ko'rishadi, so'zlashadi. Savdo to'xtamlari tuzishadi. Shuningdek, o'z odamlarga egilik to'g'risida yo'l yo'riq beradi. U bu xil ishlarni bevosita o'z qo'lidan o'tkazib, haq dodiga yetkazib qilishga to'liq xushtar edi. Faqat shunda qilgandala uning ko'ngli xotirjam bo'lib, yegan g'izosi teniga singadi. Sudi setiq, dodi muomala ishlari o'ylagan yeridan chiqqan kunlari boyning chehri ochiq, kayfi choq bo'ladi-da, kishilar bilan xush muomala qilib, ochiq yo'riq so'zlashadi. Lekin ba'zida ish uning o'ylagan yeridan chiqmay qolsa, chiroyi tutilib, kayfi buziladi. Xuddi hamma nemisini utirayotgan qimorvozdek xopiliq bosadi. Bo'libmi, sodida foyda ko'rilmasa yoki cho'ngroq ziyon tortsa, to'xtam buzilsa, qaral kechiksa, ish qilib egilik ishlarga foydasiz biror o'ngsizlik ko'rilsa, undaq kunlari kontorda jut hukm suradi. Havo guldirlab chaqmoq chaqadi. Yeli sharqirab yomg'ir yog'sa, yeli tarastab mo'ldir tushadi. Bundaq kunlarni Xudo ko'rsatmasin. O'yli oram kontor ichi muzlab qaytib qolgandek sukutga cho'madi. Hisobchilar sharaqlatib cho't so'qishga petin olmaydi. Baxtga yarasha bugun normal kun edi. Bedrik Mahsum bilan G'ildirak damulla ho'ylig'i kirganda, buxgalter uyida o'ltirgan boy derazadan ularni ko'rdi-yu, lekin ko'rmasga selib qo'lidagi qog'ozga ko'z yugurtib o'ltirdi. Boy ularning qanday odam ekanligini, qo'lidan cho'ng ish kelmasa-mu, ammo yiroqda turib qovashga yaraydiganligini obdan tushunadi. Bular qanday ish bilan kelgandu? Boy amdili o'ylayotganda ular bergan salom ovozi anglanib, uning xiyolini uzib qo'ydi. Va alaykum assalom. Kelinglar. Bu yon kep qapsizlar-ku. dedi boy ularga illiq nazar tashlab. Boyning oldida qo'l qovushtirib, adab bilan hurmat ko'rsatib turgan G'ildirak damulla javob qildi. O'zlariga salom berib chiqaylimikin deb kelavedik. Yaxshi. Xudovandi Kerimning iltifoti bilan tinch omon turyapmiz, dedi boy go'yo ularning yuragida nima borligini bilmoqchi bo'lgandek ko'zlariga mixtaq qadilib. Shaharda qandoq gap so'zlar bor? Menga kashkichi kontorda o'ltirib, hech gap anglamaydi ekanman. Tejliqda. Inshaalloh, tejliq. G'ildirak damulla oldirab javob qildi.
Бәдрек Мәхсум nima uchundir uning ko'ziga ochiq qo'miyib qarab qo'ydi. Alpozidan uning so'ziga qo'shilmaydiganligi ifodalanib turadi. Bir ozdan keyin u boyga qarab so'z qildi. Hozir tahriylik, jadidlik yengvashdan bosh ko'tarayotgan shaharni qandoqmi tejdigili bo'lsin. Nima? Yangi gap-ku bu. Men texi anglamagan ishkan. Hamroh boy mundaq ishlarda bak quv edi. Bilib tursimu bilmasga selib qorish tarafni ko'proq so'zlatishni, dalil paketlarni ko'proq anglashni yaxshi ko'radi. Shunga u cho'chigan, hayron bo'lgan qiyofatda Mahsumga qiyni so'zlasilar qo'liqim silida deganda qarab turadi. Mahsum uning qarashlaridan ruhlanib so'zlashga kirishdi. Xabarlari bor. Deb so'z boshladi u qurg'on lavlarini tili bilan oncha-muncha namdab elib. Qachonki Abduqodir Damulla shahrimizga keldi, shu kundan boshlab bu ish qutrab chiqishga boshladi. Hozir hamma odam Dajjalning orqasiga agashgandek shu odamga agishibdi. Qayerga borsak shu odamning gapi, o'yg'itish, ma'rifat, islohot degan so'zlar. Kimningla og'ziga qarasak, u odamni olim, o'lima, ma'rifat yulduzi degandek madihlashlar. So'zning ko'pligida odamning quliqi gaz bo'lay deb qoldi. Har kuni bir qanchada choy, ziyofat, yigizayotgan, ichirayotgan, kiydirayotgan, zalla qo'yayotgan, duo ilayotgan. Undaq olim, mundaq vali deb ta'riflashayotgan. Undaq kitob yozdi, mundaq dars aytdi deb ko'k ko'tirayotgan. Odamning qo'rg'ilari egilib ketguday zodi. Mahsum bu so'zlarni xuddi qo'lidagi tomoq qochisiga chivin tushib qolgandek seskangan qiyofatda so'zlaydi. Ammo bu so'zlar boyning ko'nglidagi gaplar bo'lg'achqa u intayin yoqtirib angladi. Chunki Abduqodir Damollam bu qitim qaytib kelgandan keyin paydo bo'lgan ijtimoiy to'lqin va shavqullarga ko'z quloq bo'lib kelgan hamroh boyimu xuddi Badrak Mahsumga o'xshashli his tuyg'udi edi. Shunga Mahsumning so'zi quliqiga xush yoqdi. Ammo u o'z hissiyotini Badrak Mahsumga o'xshash undaq ko'ch-ko'ylarda ko'tirib yurib, ko'rganlik kishini dotlab yuradiganlardan emas albatta. U hissiyotini, ko'ngil sirlarini yoshiradi. Balki xazinasidan puxta saqlaydi. Bugun u ko'nglida yoshirin saqlayotgan gap so'zlarning hammasini Badrak Mahsumning og'zidan anglab, ichida yerilib ketgudek xush bo'ldi. Endi uningga qo'shilish kerakmi yoki hissiyotni yoshirish kerakmi? Bu ikkisining qaysi foydali, qaysi ziyonli? U bularni chaqmoq tezligida o'ylab bir qarorga kelgan edi. Badrak Mahsumning hissiyotiga qo'shilish birinchidan boyni chakinlashtirib inovatini tushiradi. Ikkinchidan har qanday ishni sir tutish, sirliq ish yurgizish, somon tegidan suv qo'yib berishdek prinsipiga xilof keladi. Shunga u Badrak Mahsumning hissiyotiga qo'shilmaslik, hatto hozirgi hissdoshlik kayfiyatini yoshirishning intayin foydali ish ekanligini tunib yetdi-da, shu Allah uning gap so'zlarini chetga qoqdi. Bo'ldi, dedi u Badrak Mahsumning so'zini kesib. Mayli emasmi? Xudo beribdi. Yesin, ishsin, kiysin. Buning bizga nima yomoni? Xudo u kishiga ilm beribdi, rizq beribdi. Uningga nima deb xafa bo'latdiq? Unda qilmanglar, o'pganlarni besib olinglar. Uning ko'zlarida zohiran g'azab ichidan iliq bir nur chaqnab turadi. Ichimizdan chiqqan olim odam. Kelar kelmaylar, unda qamlashmagan gap so'zlarni ko'tirib yursak sat emasmi? Olim amdi keldi. Ishlarining oxiri qayerdan chiqidi? Vaqti kelganda bir nima desakmi ulguramiz. Qandoq dedimi? So'zim to'g'rimi? To'g'ri. Deyishdi ular tangli boshlanishdi. Boyning gapiga qo'shilmay mumkin emasligini ular yaxshi tushunadi. Shundoq bo'lsin. U kishi degan katta olim, zerak odam. Yurtma qadr qimmatini bilib, beshida ko'tirgandan ortiq izzat qildi. U odammi albatta izzat qilganni biladi. Izzatini bilmaslik nadonning ishi. Shundoq-ku. Mahsum bilan Damulla ikkisi boyning sirliq so'zi va sirliq ko'ziga qarab, shundoq deganda qilib beshini langshitib jim turishdi. Boy davom qildi. Izzatini bilmagan olimmi
o'xshashli nodon hisoblanadi. Meningcha, bu odam albatta izzat qilganini biladi. U kishi katta olim, katta olim. So'ning eqishi, tukning yetishi deganni yaxshi tushunadi. Olim tushunmaydigan hech ish yo'q. O'ziga izzat ko'rsatgan yurtning irodasiga xilof qilsa, u chaqda yurt ko'tirmaydi. Shundoq emasmi? U chaqda har qancha gap qilsanglarmi mayli. Xo'sh, shundoq. Бәдірек Мәхсүн білән Гылдырек Дамулла шундақ дегенечә хош әйтіп chiqib ketishdi. 5-ci bab İslahat muqaddimasi. İştlar qavab qilayverdi. Karvon yo'liga ketaverdi. Xalq maqoli. O'limalar jamiyati tarafidan chaqirilgan bugungi yig'ilishga Qashqar bo'yicha nurg'un o'limalar, damulla, mudarrislar, xalpat toliblari ishtirok qildi. Odamning ko'pligida xoniqada puttiqchilikmi joy qolmagan edi. Katta o'limalardan Qozi Mulla Islom damulla, Qozi Obul Qosim Oxunim, Xon eri qozisi Abdug'ofur Oxun Maxdum qatorliqlar to'rdan o'rin olgan edi. Kulli ustoz deb atalgan Emin Hoji Xalpitim, Mahmud Mubti Oxunim, Yoqub Hoji qatorliq taraqqiy parvar mo'llalarmu so'rindan muvofiq o'rin tutgan edi. So'rinda yana o'limalarning sarxili, Otaqliq madrasa mudarrisi deb nom olgan Miraqul damulla, G'affar damulla qatorliqlar mubar edi. Abduqodir damulla so'zlamoqda. Hamma odam zan qo'yib anglamoqda. Har qanday ishni bilish tas. Bilgandan so'ng uni ishlash oson. Biz bilmaslikdan qanchalik ziyon tortayotganligimizni hozirgacha tunib yetmay, tanazzulga yuzlanmoqdamiz. Damullamning ovozi borgancha ko'tarilib, titrab, urg'uliq jaranglaydi. Bilmaslik, tushunmaslik tufayli burundan odatlanib kelgan qoida usullarimizni yengilashga jur'at qilolmayotimiz. Shuni bilishimiz lozimki, hozirgi zamon uyg'onish va ogohlik zamonidir. G'aflat va beparvolik zamonisi emas. Ilm ma'rifat zamonidir. Jaholat nodonlik zamonisi emas. Sa'i g'ayrat vaqtidirki, susluq, bekorlik vaqti emas. O'ylab ko'raylikki, bizning hozirgi ta'lim usulimizda bir talib o'zining 20 yillik umrini zoya qilmoqda. Bu nima degan uzun vaqt? Nima degan isrofchilik, ha? Damullam qizishib so'zlamoqda. Yig'in ahli boshlarini bilinar-bilinmaslang ishitib, uning so'zlarini tasdiqlayotgandek ifoda bildirib o'ltirishadi. Qimir qilmasdan muzdek qaytib o'ltirganlar mubar edi. Damullam davom qildi. Vaqt garchi cheksiz bo'lsa-mu, bizga nisbatan cheklik. Hozirgi taraqqiy topgan alla vaqt bilan baslashmoqda. Ular bir daqiqa vaqtni bekor o'tkazmaydi, zoya qilmaydi. Bizchi 10 yillab, 20 yillab vaqtni zoya qilmoqdamiz. Bu ichinishlik ahvol emasmi? Ahvol shundaqkan. O'qish usulimizni nima uchun isloh qilmaymiz? Islohot yurgizmaslikka yana qanday asosimiz bor? Bizning madrasalarimiz hala bugunga qadar necha 100 yildan buyon davomlashib kelayotgan qatmal usulda dars o'tmoqda. Farzandlarimiz taxt ko'tirib, haftayak hajilab, 5-6 yil vaqtni isrof qilsa, so'pi Allah yar. Chahari kitob o'qiymiz deb, yana bir qancha yillik vaqtni zoya qiladi. Ondan Sarif, Muqsi, Zanjani, avomil kitoblarini qo'ltiqlab yurib, bir qancha yilgacha arab, fors tillari grammatikasi o'qiydi. Uning ustiga darslarning bir xilligi, qiyinligi. Shuningdek, taliblar sinflarga bo'linmay, yakki dars oladiganligi uchun mudarrislar bekor bo'lolmaydi. Shuning bilan vaqt zich bo'lishdek sabablar tufayli taliblar darsni tushunmaslik, tushansimi boshlang'ich deb churqirab o'qish, yod ilish bilan bir qancha yil sarf qiladi. O'qitish usulidagi mushunda qatmanlik tufayli taliblar ichida har xil inkoslar paydo bo'ldi. Masalan, Zanjani kitob kunduzimizni kech qildi. 6 aylan idiq, 7 tilimizni goch qildi. 7 yildir tinim topmay o'qiymiz. Bobi istinjoga keldi.
Endi bizning darsimiz. Bu inkaslar nima degan jonliq, ha? Avvalgisi o'qishning qiyinligidan gachilishib ketdik desa, keyingisi o'qitish sur'atining bak ostliqini inkas qiladi. Mundaq ahvollar ostida taliblar kitobdan qochadigan, maktabdasi qo'rqadigan bo'lib qolgan. Buning dalili shuki, bir talib egisi yetilib olgan o'shkining kojlik qilib tirajab turib olganligini ko'rganda, "Ay o'shka, seni har qancha yomon yerga aparsa, qassobning oldiga opira. Maktabga aparmagandan keyin nimancha tirajab turib olsan" degan. Bu nima degan jonliq inkos, ha? Ahvol shundoq ekan, biz yana nima uchun o'qitish usulimizni isloh qilmaymiz? Hozir Misr, İstanbul madrasalari o'qitish usulida islohot yurgizib, jiq unum hosil qildi. 20 yillik o'qish vaqtini 8-10 yilga qisqartdi. Bizchi? Biz hamon koni usulda qetib qolmoqdamiz. Qani, qanchalik qetib uxlaymizki? U masxara va kinoya oralash bir nazarda so'rinda o'ltirg'uvchilarga takshi qarab davom qildi. Abdurahmon Jamining arab tili nahviga oid kafiyaning izohi bo'lgan Sharhi Mulla kitobini o'qish uchun 5 yil vaqt ketadi. Vaqtning ana shundoq isrof bo'lib ketayotganligini ko'rib turib, yana nima uchun koni qoida, koni usullarga mahkam choplashib olamiz? Ajaba Damulla ig'ir alam ichida miqida kulib qo'yib yana davom qildi. bizning dodillik bilan islohot yurgizishimiz, loy sudek eqib ketayotgan vaqtimizni tejab, ziyonni foydaga aylantirishimiz, 20 yillik o'qish vaqtini 8 yoki 10 yilga qisqartib, bilimli kishilarni ko'plab yetishtirishimiz shuning uchun zarurki, bu orqali jaholat nodonlikni tugutish yoki azaytish maqsadiga yetkili bo'lar. Inshaalloh. Damullamning fikriga qarshi fikr chiqmadi. O'limalar boshlang'ich Damullamning gap so'zlarini muhokamasidan o'tkazgandan keyin o'zaro ko'z uchrashtirishdi. Ayrim ko'zlarni hisobga olmaganda ko'p sondagilarning ko'zlaridan Damullamning fikriga qo'shilganligi chiqib turadi. Peshqadam ustoz Molla Islom qozi kekirtikini qirdi. U fikr berdigandek qiladi. Yon belida o'ltirganlar darhol uningga taklif nazari bilan qarab, xush aytgandek egilib qo'yishdi. Bu nihoyatda to'g'ri fikr. To'g'ri so'z bo'ldi. Dedi Molla Islom qozi nihoyatda vazminlik va salmoq so'zlab. Hammaylan shoqida burilib uning og'ziga qarashdi. U farishtaning kedak oppoq soqolini titratib o'ltirib davom qildi. Biz hammamiz uzun yil shu xildagi riyozatlarni chekib o'qigan. Ayni vaqtda shu riyozatlardan qutulishni o'ylagan bo'lsak-mu, lekin molla bo'lib yetishgandan keyin isloh fikrlarda bo'lmay, koni qoidaga choplashib, burunqi yo'limizda mangiyverdik. Hozir kon yo'llar isloh qilindi. To'pi yo'llarning o'rniga temir yo'llar yasaldi. Boshqa al mangan yo'lda bizmi mangsak bo'laverdi. Katanglashgan yo'llarimizni yasab tuzab, siliq qilib mangsak, buning nima yomoni? Ziyondan qechib foydaga, yomondan qechib yaxshiga, qo'noq nondan qechib oq nonga qarab minish yaxshi emasmi? To'g'ri. Koni uy buzilmasa, yangi uy qayerda? Dedi Obul Qosim qozi hayajonlangan holda fikr qistirib. Yangi imorat qurib o'ltirish tirikchilikning taqozosi-ku. Deb qo'shib qo'ydi oxirda. Shuningdan keyin Qashqar bo'yicha madrasalardagi o'qish usulida islohot yangiliklar borliqqa keldi. Bo'libmi Abduqodir Damulla o'zi mudarrislik qilgan to'qon, ya'ni Abduvali boy madrasasida islohot qadami ko'ngildagidek boshlandi. Ilgariki yodlatish uchun o'qitish usulini tushuntirib o'qitishga o'zgartib, taliblarning o'qish qizg'inligiga ilhom berildi. Ilgirkidek mantiqsiz quruq munoziraning o'rniga har talib o'z oldiga muhokama yurgizish yo'lga qo'yildi. Fasllik, yillik imtihon elish tuzumi o'rnatilib, taliblarning tirishchanligi o'stirildi. Imorat koni bo'lsa-mu yangi ruh, yangi kayfiyat manbasi bo'lib qolgan To'qon madrasasi boshqacha jonli qiyofatga kirdi. Bu yerdagi o'qish qizg'inligi o'z ta'siri bilan butun shaharni zilzilaga keltirgan edi. Taliblarning soni birdilla ko'paydi.
Yezi Sahra madrasalarida o'qiyotgan taliblarmu shaharga kelib Abduqodir Damollamda o'qiymiz deb talabkor bo'lishdi. Bu madrasa bir mezgil ana shundoq o'qish qizg'inligi ichida qaynab bozorda qizib ketdi. Abduqodir Damolla turkum guruh taliblarga dars o'tadi. Damollam tushundirib ta'lim berishni asos qilganlikdan chorak soat yoki yarim soatlik dars anglashga muvaffaq bo'lgan har bir talib darsxonadan xuddi ustoz qo'lidan angushtarga erishgandek xushal bo'lib qaytib chiqadi. Uzun yillar madrasada dars o'qib kelayotgan cho'ng taliblar Damollamga o'qishga boshlagandan keyin o'tgan umr, ketgan vaqtlarga pushaymon qilishdi. Ular xushalligini bosolmay yaqinlaridan biriga so'zlab bersa, u odam 10 odam 100 so'zlab Damollamning shuhrati birdilla oshdi. Oradan uzun o'tmayla yurt xalqi Abduqodir Damollani bosh qozilikqa saylab chiqdi. Ish ko'paydi. Mashg'ulot 2 barobar eg'irlashdi. Lekin Damollam ishchan, tirishchan, g'ayratlik, jasur odam edi. Ish qanchaki ko'p, mashg'ulot qanchaki zich bo'lsa, u shuncha xush bo'ladi. U har kechasi jiq bo'lsa 4-5 soatdek uxlaydi. Kech yetib, sahar turish uning odati edi. U har kuni odati bo'yicha bomdodga azon chiqishdan birer soat burun turib, tarat elib, udul kutubxonasiga kiradi. Uy ichi tinch ham odamning teni shurkangudek qorong'u bo'ladi. Damollam o'ziga tonish bo'lib ketgan bu uyda tamtir masala berib shamni yondiradi. Sham yo'riqida oldi bilan oqsham o'ch qolgan kitob sahifalari jilva qiladi-da, Damollamni o'ziga cho'g'dek tortadi. Chunki Damollam kitob bilan o'lpatlashishni bek yaxshi ko'radi. Bu uning talib vaqtlaridan tortib o'rganib qolgan obdan odati edi. Shunga sham nuri yo'ritgan o'ringa o'ltirib kitob ko'rishga boshlaydi. U kitobdan ko'rganlarni mulohiza qilish orqali bilim xazinasini yangi fikrlar va axloq fazilatlar bilan to'liqlashni o'ziga oliy kasb qilgan edi. Kitobni bilim koni hisoblaydi. Shunga har qanday kitobni mayli kichik yoki cho'ng hajmdagi kitob bo'lishidan qat'iy nazar erinmasdan ko'rib chiqadi. Hürmetlik radio anglagıcılar. Yazgıcı Xivir Tömürning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Abduqodir Damolla haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar.